xatga yo'g'on qilib Lingchenmiyo deb yezg'iliq edi. Chiroyi o'zgarib xatga qazladim, biroqla qutilgan Shodi Shofizandan qechib Qovsuda piyoda ketib boradi. Muhabbati uchun qisos ilish uning kallasini chirib olgan edi. Shu kundan boshlab u uzluksiz tirish orqali dangliq bir fotografga o'zgardi. Yo'q, qissoskorga o'zgardi. Hamda rasmiga asosan bir-birlab ularni izlab keladi. Hamda bu jarayonda Verobayning odamlari tomonidan parakantchilikka uchrayotgan bir qizni qutuldirib oladi. Ismingiz nima? Mushta so'raversizlarga hammanglar. Meyagli yezib oldim o mango deb. Men gapni o'tiliq qilgan bola. Boshqa maqsadim yo'q. O'zim mangoga bekamroq. Pürük, glas plas degandek mevlar bilan ancha xo'sham yo'qchu. Shunga aralashib qolaylik. Mangoga payzingiz badang hamisi. Bo'pti, chinkolik qiling, bir oshxonga boraylik. Bular o'ltirib degan o'rindiqni isitmay turibla Verobayning qo'l chumoqchilari iz qo'g'lab keladi. Hamda Shodiga intayin chiroyli qilib tayoqqa qoladi. Hamda akamni boshlab kelaman deb Verobayning sodiq odami Diva Fangbenmenga telefon qiladi. Aka nimsh qotsa aka? Men portda inim paraxtning chaqig'iga yaluryapman. Voy qarama quruqna so'sdi. Aka Verokamning mangosini miyada birsi siqib suylashib bo'lay debdi. Bera telefonni ochib uyga. Voy, ma telefonda to'qqanmi dedigina. Eli bordigan bo'lsam ikki futangni bir o'tak tiqib o'taman. Degandek bizning oqko'ngil yigitimiz Shodi Divaning to'qi qolmaganligini anglab, uningga cho'ngden qilib qo'ymoqchi bo'ladi. Afsus, Yuanzhong cho'ngdenchi ishlamaganlikdan to'q masvob qilib Diva ofi bo'lib ketadi. Mana, shunga telefonni zaratliganda cho'qim diqqat qilish kerak. Verobayning o'ng qo'li Divani ko'zdan yo'qotgandan keyin amdiki navbat so'l qo'li Shiva bilan o'ttir qo'li Nima haqaga edi. Shiva bo'lsa Veroning bir qo'saq inisi bo'lib, Nima bo'lsa qo'lchumoqchisi edi. Dal shu planlarni tuzib yurgan bir kuni arg'amish tortish musobaqasida uttirib qo'yib, terkib qaytgan Shodi liftda aldirash mangan Nimani uchirtib qoladi. Cho'mcha chiqimsa, chiqima. Anim bossam men tushma aldirayman. Shodi uning hayot yo'lida buncha aldirash yurganini ko'rib, bir peshvo bilan Nimani hayotning oxirgi bekitiga biroqla avatib qo'ydi. Tavofni buzgan yo'l o'tin, mehrni buzgan shoshxotin degandek, Shivani yo'qotish uchun Shodi Soyib Jamol yelesini ishlatmoqchi bo'ldi. Hamda o'zining qiz do'sti Mangoni muhabbet yo'lida chanqab ketgan Shivaga tunishtirib qo'ydi. Hamda Shivaning kallasini qaydirib, o'g'il bola degan muhabbet uchun bedel to'lash kerak. Men bu qiz bilan ayrilib ketdim. Hamda akang Veroni yo'qitib, bu qizni to'liq o'zanga o'tkazib ol deb maslahat berdi. Kesh bo'lganda ish qiyib ketgan Shiva aksini ko'zdan yo'qotish uchun aksining yo'tqini qarab 3 pay etib etdi. Biroq nima degan bilan aka degan yalani akida necha yotqanni jig'shitqanda bu qangshaburun Vero mazbiz bo'lib qolg'ashqa sigili chiqib ketgan edi. Ey bangvashukam, kallangni ishlasang bo'lmamdi. Men burundan tartib sana quruq yotqanga atma deydim. İçib bir qarab baqsang ichida odam bormi yo'q deb, ulgurmayli aytib